Konditsionerdan shamollab qolmaslik uchun nimalar qilish kerak? Tashqarida jazirama, uy va ofisda esa allaqachon konditsionerlar ishlab turibdi. Ayrimlar issiqdan ishlay olmaydi, boshqalari esa kasal bo'lib qolmaslik uchun konditsionerlar ishlayotgan xonada qalin kiyinib oladi. Xo'sh, xonalarni sovutuvchi ushbu qurilmadan shamollab qolish mumkinmi? Konditsionerdan shamollab qolishning oldini olish uchun quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Yoz davomida sog'lom bo'lishga yordam beradigan bir nechta qoidalar mavjud. Ko'cha bilan xona harorati o'rtasidagi farq 7-10 gradusdan oshmasligi kerak. Issiq kunlarda xona haroratini asta-sekin har soatda 2-3 gradusgacha pasaytirish tavsiya etiladi. Optimal harorat 22-25 gradus. Konditsioner ishlaganda sovuq havo oqimi to'g'ridan-to'g'ri odamga qaratilmasligi lozim. Hozirgi zamonaviy moslamalarda havo oqimini tarqatuvchi gorizontal va vertikal panjaralar mavjud. Ular shamol esayotganini sezdirmaydigan tarzda xona bo'ylab sovuq havo tarqatadi. Konditsioner bilan ish joyi orasida kamida 2 metr masofa bo'lishi zarur. Sovutilgan xonadan tashqariga chiqishdan avval biroz vaqt konditsioner ishlamayotgan xona yoki koridorda turib, organizmni moslashtirish zarur. Bu videoni issiq ham, sovuq ham yoqmaydigan tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying.